Bundan ham namunalar bor, kichkina holatda ham qilamiz. Bundan qo'yib qo'yishdi. Bu namuna. Oralarni yaqin qilamiz. Bungalarni 180lik uchta ko'ramiz. Hozir agar bizga Turkiyadagi, Rossiyadagi yo'llarni ko'rib, burgasi 90 edi. Kesin ketadi. Oralar yaqin. Burgani qancha ko'pligi va oralarini qalinligi bu mustahkamlikka ta'minlaydi. Hozircha hech qanday shikoyat bo'lmadi. Ko'p Xitoy va Rossiyadagi o'zlari yo'qlayapti. Karkasini chiqarib oladi yoki razmer beradi, pul deyishadi. Ular qaray faqat zavod ishlab chiqarish bo'lgan ishlar yo boshqa regionlarda asosan o'zimizni mebellarga asosan boshqa zavodlar olib ketib qolganmi? Faqat mashina. Yo'q, platformani o'ziga yo'q. Sababi misol uchun ular ko'pchilik mebelchi biza pul to'lab sababi biz olib olsak ularga sotishimiz mumkin. Motor.